Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, bizni kuzatib boruvchi kuzatuvchilar. Toshkent shahri Izza bozori oldida joylashgan agrotexnika do'konimizda dizelli motobloklarimiz yangi partiyalar yetib keldi. Xohlaganlarga benzinli variantidan. Motobloklarimiz turi juda ham ko'p. Hozirgi sizlarda obzorda salarkali, ya'ni baquvvat bo'ladi, bilasizlar, salarkali Kentaur brendi ostida ishlab chiqarilgan motobloklarimizni obzorini qilib beramiz. Bilasizlar, Kentaur sifat bo'yicha nomer 1 har qanday motoblok bilan bemalol raqobat qilaveradi. Narx bo'yicha ham, sifat bo'yicha ham bemalol kelaverasizlar. Hozirgi obzorimizda 15 ot kuchli, 17 ot kuchli salarkali ikki xil modelimizni obzor qilamiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Birinchida turgan bu ham o'sha Kentaur brendidan. Buni har xil rangi bor, xohlaganlarga ko'k, qizil, qora har xil rangidan bor. O'zingizga yoqqan rangida upakovkada desangiz upakovkada, terilgan desangiz tayyor upakovka ochib yig'ib beramiz. Ko'rib turgan traktorimiz Kentaur 190 motor, ya'ni haqiqiy 15 ot kuch hisoblanadi. Motorlarining quvvati ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu joyda motorining birkasi bor, 190 motor. Kalit, akkumulyator, statorlar ham katta statorlardan ko'rishingiz mumkin. Xo'p, ichlarini ochib ko'rsataman sizlarga. Bunda mana birkasi tepasida bo'ladi, 190. O'yib yozib qo'ygan. Mana shu yozuvga qarab olinglar, qayerda qanaqa motoblok olsalaring ham 190 motor 15 ot kuchi hisoblanadi. 188 13 186 bo'lsa mana shu agar 10 ot kuchi bo'ladi. Ya'ni ko'p joylarda kichkina yozuvlikni ham 15 ot kuchi, 17 ot kuchi deb sotilyapti ekan. Unda emas ekanlar. Bemalol o'sha birkalariga qarab olinglar. Kalit, akkumulyator, statorlar endi maqtash joyi yo'q. Pachimnilik hammasi ham Xitoy zavodskiy hammasi. Balonlari buriladi, ya'ni pachimnilik. Ko'rinishi, svetlari 4 tadan o'sha LED lampochkalar bilan jihozlangan, kechqurun ham bemalol ishlatsa bo'ladi. Rollari baland past qilib regrovka qilsalaring bo'ladi. Ko'rishlaring mumkin. Skoroslari tepada joylashgan, oldiga ikkita, bittadan zadniy skoroslari bor. O'zingiz bo'yingizga qarab baland past qilib regrovka qilib ishlatsalaring bo'laveradi. Balonlar ham o'sha yaxshi nuqta balonlardan qo'yilgan. Nuqta-nuqtali yaxshi balon. Kalitda, akkumulyatorda, statorda yuradi. Komplektida 5 qatordan freza pichoqlari qo'shib beriladi, ya'ni 10 ta qator obshi 120 joyda haydab ketadi. Sifatlari juda ham zo'r. Narxi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, shu ko'rib turgan motoblogimizning narxini $700 dan qilib beramiz. Kalit, akkumulyator, statorli varianti 190 motor, salarkali motor. Narxi kimga qiziq bo'lsa, $700 dan qilib beramiz. Xuddi shuni 92 varianti bor, 17 ot kuchi. Buni ham ichini ochib ko'rsatay. Xo'p, mana 192. Bu 17 ot kuchi hisoblanadi. Ko'rinishi bir xil. Bu ham Kentaur zavoddan. Buni ham o'sha har xil varianti bor. Ya'ni rasxoti 90 ga qaraganda salgina ko'proq bo'ladi buniki. Sababi motori sal ko'proq rasxot qiladi. 192 katta motor, bu 190 motor. Narxida $20 farqi bor. Bu $720 qilib beramiz. 17 ot kuchi, kalit, akkumulyator, statorli varianti. O'sha balonlari buriladi, zatka, teleshga qo'ysangiz, xullas hamma narsa tushadi, universal. Endi mayda ikir-chikirigacha aytmaymiz, sababi motoblok ishlatgan odam bittada biladi. Kalit, akkumulyator, statorli varianti. O'rtada turgan boshqacha variant ko'rib tursizlar, satelliti bor bunda. Bu motori 190 motor. Bu ham o'sha Kentaur firmasida ishlab chiqarilgan, sifatlari juda ham zo'r. Ko'rinishi, kapotlari boshqacha, balonlari ham 600 ga 12 buniki ham. Buni qulayligi rollarga bitta ahamiyat berasizlar, mana. Satelliti bor. Ya'ni bulardan, bu ikkala yondagi motoblokdan farqi shundaki, freza qo'yganingizda, misol uchun bularni balonning o'rniga qo'yiladi. Freza qo'yganingizda burilmaydi. Bular pachimlikligi hisobiga 90 gradusgacha buriladi. Bunda bu 360 gradusgacha buriladi. Mana satellit qo'yilgan.
Ko'pchilik videolarda traktor sotib turganlar, motoblok sotib turganlar videolarni ko'rsalaring, karofkalarini maqtaydi. 700 talik, 1000 talik, 400 talik karofka deganlari chiqibdi. Akalar, hammasini karofkasi bir xil. Hech qanday buni katta karofka, buni kichkina karofka degan yo'q. Pachimnili motobloklarning hammasini karofkasi bir xil bo'ladi. Faqatgina satelitli karofkaniki sal yo'g'onroq bo'ladi, bo'ldi, boshqa joyda farqi yo'q. Bu oddiy pachimnili motoblok karofkasi, bu satelitli karofka. Satelitlida o'q chiqqani hisobiga sal kattaroq bo'ladi. Ko'pchilik sotadiganlar mana bu karofkasini ko'rsatib olib, bu katta motor, katta karofka, yuppa karofka degan narsa yo'q. Hammasini otasi ham, onasi ham bir xil. Xo'p, narxi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, 192 modelimizda aytdik, $720 qilib beramiz. 15 taligini narxini $700 qilib beramiz. Satelitli variantini so'raganlarga satelitligimizni $780 qilib beramiz. Hammasi kalit akkumulyator statorli kalitga yuradi. Zapchastlarda hech qanday muammo yo'q, hammasi o'zimizda bor. Kimga mana shunaqangi sifatli motobloklar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. To'lov turlarimiz faqat naqd bo'lib to'lash, kredit varianti yo'q. Manzilimiz Toshkentda, Toshkent shahar Izza bozorining orqa tomonida, mana avtobuslar kanechkasida joylashgan. Bemalol kelaverasizlar. Albatta kanalimiz obunachilariga hozirda aytilgan narxlardan skidkalarni qilib beramiz. Hammaga rahmat. Videomiz yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib qo'yasizlar. Salomat bo'lasizlar.